Kim o'g'lini Imom Buxoriy va Imom Termiziyga o'xshagan muhaddislar, hofizi Qur'onlar qilishligini xohlasa, diqqat bilan eshitinglar. Bir eslatma, farzandlarimizga eshitib yodlashlik mahoratini kuchaytiraylik. Farzandlarimiz qo'liga har xil telefonlar, gadjetlar, boshqa narsalar bermaylik. Kichkinaligidan eshitib yodlashlik mahoratini kuchaytiraylik. Chunki sahobalar, tobiinlar va buyuk muhaddislar, ulamolarning aksariyatlari hifzus sam'i deydi. Ya'ni eshitib yodlashlik juda kuchli bo'lgan. Ya'ni bir hadisni bir majlisda bitta eshitishgan, yodlashgan. Ya'ni uni kitobdan o'qib yurishmagan. U narsa malaka bilan, ya'ni doimiy mashq bilan shakllanadi. Farzandimiz 2 yoshmi, 3 yoshmi kichkinaligidan yodlataylik. Har kuni nimadir bir bitta oyat, bitta hadis yoki bitta bir she'r, bayt. Mana shu hifz, ya'ni yodlashlik zehn mushaklarini rivojlantiraylik. Bola agar har kuni nimadir yodlasa, ana o'sha mushaklar har kun mashq qilgan sari odam kuchaysa, o'sha mushaklar ham kuchayadi. Bu juda muhim narsa. Albatta birinchi o'rinda taqvo, halol luqmadan keyingi yana bir sababi bolalarimizni kuchli hifz egalari. Ertaga butun Imom Buxoriyni, Imom Muslimni, Kutubus Sitta, butun hadislarni, Rasulullohning hadislarini yoddan biladigan bir yigitlar bo'lishi uchun shu kichkinaligidan biz tayyorlashimiz kerak. Bizda niyat bo'lish kerak va ana o'shanga sabablarini qilishimiz kerak. O'sha sabablarning eng asosiylaridan biri eshitib yodlashlik mahorati. Allohu a'lam.